Ustoz, bizda hozir odamlardagi hozirgi kundagi eng muhim orollardan bittasi, odamlar yilni boshida juda ilhomi, shijoati baland bo'lib maqsadlar qo'yadi, yozadi va daftarlarga yoshlik qiladi. Lekin nimagadir yilni o'rtasiga yoki oxiriga yoki masalani unutadi yoki ularga bo'lgan intilishlari sovib ketadi. Shu bilan o'sha qo'yilgan maqsadlar maqsadligicha qolib ketib, na erishiladi, na shu qoladi. Yilda yana xuddi shu sikl necha yil o'tsa shu hayot davomida qaytarib kelaveradi. Nima qilsaki shu maqsadlarga doim esida turib, intilib yashash mumkin. Yaxshi savollar berdingiz. Haqiqatan ham har bir insonni o'zini holatiga qarab, o'zini yoshi, o'zini daromadiga qarab, keyingi pog'onadagi bir orzusi, yaxshi niyatlari, maqsadlari bo'ladi. Ayniqsa shunga o'xshagan bir vaqtni boshqarish, mablag'ni boshqarish, maqsad qo'yish, plan qilish bo'yicha ilmlar olsa, inson bir yaxshi niyat bilan, hafsala bilan reja qilishni boshlaydi, yozadi. Maqsadni yozgandan keyin yarim yo'lda kimdir bir haftadan keyin, kimdir bir oydan keyin, kimdir uzoq bilan bir kvartaldan keyin yana so'nib qolib, yana kundalik hayot tashvishlari bilan ovora bo'lib qoladi-da. Keyin yanagi safar maqsad yozaman desa qo'rqadi. Yozsam o'xshamasa o'zimga bo'lgan ishonchim pasayadi degan fikr paydo bo'lishi tabiiy. Chunki men yozdim, men yarim yo'lda tashlab ketdim. Rus tilida nezavershonniy delo degan ibora bor-da. Ya'ni tugatilmagan ishlar insonni xuddi haligi nimada kompyuterda ochilgan papka oxirigacha yetkazilmagan ish sifatida miyani bir chetida nima qilaveradi. Shuning uchun maqsad qo'yishi ham, reja qilishi, boshlash o'zi zo'r ish. Faqat bardavom bo'lish uchun o'ziga yarasha yana ozgina bilim, tajriba ketma-ketligini bilsa, inson menimcha bardavom bo'lish ehtimoli ko'payadi. Mana 17 yosh o'g'lim bor. Unga mana bir hafta oldin o'tirdikda IELTS 5,5 chiqqan, sal 6 ga ozgina yetmagan. Qaysidir ballni nima qilganda 6. Lekin biz uni oldiga 7 olishing kerak degan maqsad qo'yganmiz. Birgalikda o'tirdik. ChatGPT bilan rosa gaplashdik-da. 8 haftada 5,5 mi 7 qilsa bo'ladimi degan savol qo'ydik. Ha degandan keyin 8 haftalik plan reja qilib ber dedik. Bugun mana eng zo'r yo'li ChatGPT ga ham istalgan savolni qo'ysa, ChatGPT gaplashib, hozirgi holatingizni audit qilib, masalan, IELTS'ni shunda screenshotini tashlagan, asali bu tomoning kuchli ekan, mana bu tomoning past ekan, mana bunga fokus ber, mana bunga fokus ber deb 8 haftalik reja ishlab chiqarib berdi. Va men o'g'limga aytdimki, endi buni printerga chiqarginda, o'zini xonasida kompyuteri bor, yonida devori bor. Ya'ni o'zini planlarini, rejasini pechatdan chiqarib ko'zingning oldida tursin dedim. Ya'ni hozirgi holating aniq. Sen 5,5, salkam 6 balling bor. Sen 7 olmoqchisan va aniq B nuqtayini belgilading. Yo'lni endi senga buni qil, buni qil, buni qil, buni qil deb har haftalik haligi как слонаться по кусочкам, ya'ni fil qanaqa yeydi, qisman, qadam bo'lsang bo'ladi degan narsa bor. Shuning uchun inson nimaga tashlab ketadi? Birinchidan o'ylagan narsasi, u B nuqtani taxminan aniqladi. Hozirgi holatni qattiqligini aniq bilish kerak va bu yo'lga qanday boraman degan yo'l ko'rsatadigan ustoz kerak yoki instrument kerak. Bizda masalan life planlarimizda instrument-ku katta maqsadni, masalan 5 yillik maqsadni yillarga, yillik maqsadni kvartallarga, kvartallik maqsadlarni haftaga, haftalik maqsadni kunlarga bo'lishib, har kun qadam qilib borishi masalan ilmini tayyor instrumentlar bilan berganmiz. Endi o'sha joyga borganda insonga keyin qaror qabul qilishga yordam beradigan qo'shimcha instrumentlarga ehtiyoj bo'ladi-da. Nimani qilaman, nimani qilmayman? Prioritet qo'yish ilmi muhimda. Chunki ko'p qiladigan ish bo'ladi, inson psixologik charchashi boshlaydi. Yo'q, meni o'zi bir kunda 24 soat vaqtim bor. 8 soat uxlar ekanman, 8 soat bilan ishga ketar ekan, yana 8 soat vaqtim oila, uy, joy, boshqa mingta masalanmi, shuni chiroyli balansini qilishim kerak va bu vaqtimga, bu fokusimga da'vogarlik qilayotgan masalalar ko'p. Qaysini men A kategoriya masalaga kiritaman, qaysini B qilishim kerak, bugun bo'lmasa ertaga qilishim kerak va qaysini C qilmasam ham bo'ladi, qaysini umuman chopib tashlashim kerak deydigan ABCD degan prioritetlar ilmini, bu masalan darslarimizni o'rgatganmiz. Хочу, не хочу, могу, не могу, срочно, не срочно, важно, не важно. Ana shu instrumentlarni bilgan odam meni yo'limda prioritet masala, menga muhim masala nimaligini bilsa,
o'shani qilaveradi. Yo'lingizdan masalan hozir shu yerdan bir manzilga qarab chiqdingiz, yigitlar ketdik, men bu yerga bitta o'tib kelaylik deb kimdir chalg'itsa, yo'q, meni yo'lim bu deyishi, bilish har bir inson o'z-o'ziga mas'ul. U oddiy xodim bo'ladimi, tadbirkor bo'lsa, teng bo'ladi. O'ziga ham, komandasiga ham o'zi prioritet belgilaydi. Mana shu aniq mayak ko'zini o'ngida turish kerak. Men qayerga boryapman va yo'limni qanchasini bosib o'tdim. Men Toshkent, Samarqand yo'lga chiqayotgan bo'lsam, mashinada chiqayotgan bo'lsam, benzinim yetarlimi? Balonlarim dami yaxshimi? Yoki elektromobilim bo'lsa, yo'lma-yo'l necha nimaga yetadi? Keyin yo'lga chiqqandan keyin Toshkent viloyat, Sirdaryo, Jizzax, keyin Samarqand degandek, men yo'limni qanchasini bosib keldim? 20%mi, 30%mi, 40%mi? Da haligi Yandexda nima ko'rsangiz, manzilga qarab ketaveradi. Hatto qo'lingizda Yandexda B nuqtasi qo'ygansiz, boshqa tomonga olib borib ketayotgansiz, nima sen chapga bo'ryapsan deysiz. Biz manzilimiz bu yerda-ku desiz, agar qo'lingizda bo'lsa, taksi sizni aldamaydi. Yo'q, bu yo'limizda probka, bu yo'limizda remont bo'lyapti, o'shaning uchun bunda aylanib o'tyapmiz, ha tushundim deysiz. Ya'ni hayot ham xuddi shu uzoqqa borish kerak emas. Xayolda o'sha mana taksi chaqirgandek A nuqta B nuqta va yo'ldagi narsani bilib, o'sha yo'ldan chalg'imasdan borish kerak. Lekin u yo'ldan chalg'imas uchun resursim yetarlimi? Bu resurs vaqtimiz, mablag'imiz, fokusimiz, o'sha qiladigan ishlarimiz va yo'limizdan chalg'itadigan narsalarni chopsa, inson borish ehtimoli ko'payadi va erishgandan keyin o'ziga bo'lgan o'sha kichkina maqsad bo'ladimi, o'rtacha maqsad bo'ladimi, hayotdagi katta maqsad bo'ladimi, erishgandan keyin qoniqish hissi paydo bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonch ham baland bo'lish boshlaydi. Ya'ni erisha olgan insonlarda u o'ziga yarasha bir samotsenkasi ham kuchli bo'ladi, keyin kattaroq maqsad qo'yadi. Ikkinchi xato ko'rpaga qarab oyoq uzating deydi. Odam o'zini masalan bugun bilmayman, sizlar tengi yigitlar o'rtacha $500 pul topayotgan bo'lsa oyiga, birdaniga shu yil o'zida $100,000 topishim kerak degan ambitsiya qo'yib qo'yish mumkin-da. U ya'ni erisha olmasa ehtimoli katta-da. Zo'rg'a $500 topadigan odam shu yil yoki bilmayman, shu yaqin orada $100,000 topaman desa, men ishonmayman. Tepadan hali qorbobodan kelmasa, bir fantastik ish qilmasa, qatlandir kelib qolmasa odatda bo'lmaydi. Uni hali bitta narsani ketma-ketlik bor. Qulab turib faqat xohlash o'zi yetarli emas-da. Men xohlavdim, Xudo menga 100,000 berdi. Yo'q, sabab va oqibat degan narsa bor. Men nima sababini qilaman va o'sha 100,000 ga erishsa bo'ladi. Bugun $500 topayotgan odam nima qilsam oyiga $1000 topaman desa, bu real. Ya'ni men 500 1000 qilishni o'ylayman. Keyin $1000 topayotgan bo'lsam, men endi oilali bo'ldim. Menga oyiga bir paytlar $500 yetgan. Bugun 1000 ham yetmaydi. Chunki ertaga farzandli bo'laman. Men nima qilsam $2000 topaman degan keyingi bosqichga qo'ysa har doim oson. Ana shuni qo'yganda o'xshadimi? U B nuqta $500 dan 1000 ga chiqishi o'yladi. Bu B ikkinchi tomoni. Hozir real topayotgan daromadi $500. Nima qilsam 1000 topaman. Nima qilsam 2000 topaman. Qaysi bilim, qaysi hunarim, qaysi kasbim menga shu daromadni olib keladi. Qaysi har kunlik qilayotgan ishim meni daromadimni ko'paytirmaydi. Siz har kun Instagram tomosha qilsangiz, siz pulingizni ko'paytirmaydi. Lekin mana bunaqa yaxshi video syomka qilasiz. Shunaqangiz bilan syomka qildingiz, zo'r chiqdi, yana yuzlab bugun brend lichnisti qilaman tadbirkorlar bor. Ularga shunaqa bir chiroyli syomka qila oladigan komandaga ehtiyoj bor. Akalar, biz mana shu ish qilyapmiz, kimga qiziq bo'lsa yana 2 ta, 3 ta zakaz ola olamiz. Har bitta zakazimiz bahosi $500 yo $1000 yo $2000 jamoaga bo'ldinglar, yana qanchadir topdinglar. Ya'ni bilimingizni tajribaga, tajribani keyin xizmatga, xizmatni pulga alishtirasiz. Shuni hisobidan endi nima qilsak, 4 ta zakaz emas, balkim 6 ta zakaz olamiz. Yo 8 ta olamiz yoki qimmatroq zakazlarni olamiz va biz daromadimizni ko'paytiramiz. Daromad ko'paygani bilan faqat o'zingizni oilaviy xarajatingiz emas, texnikangizni rivojlantirasiz, bu qilasiz. Ya'ni bu bir paytlar oylikka ishlagan bo'lsangiz, kichkinagina bir kasbdan kichik bizneschangiz bo'lgan bo'ladi, hunardan. Keyin kichik biznesni jamoa qilsangiz, u sekin o'rtacha bizneslarga qarab yurish ehtimoli ko'payadi. Mana shu ketma-ketligini bilsa, shaxsiy hayotdagi maqsadlarga erishib bo'ladimi? Kichkinagina tijoratdagi maqsadlar bo'ladimi? Loyihalardagi maqsadga erishib bo'ladimi? Insonni ancha boshidagi tumanni, xaosni yoyib yuboradi. Shuning uchun xulosa qiladigan bo'lsak, bittasi albatta o'sha niyatlarni yozish kerak. Ikkinchisi har doim pulni tekshirib turish kerak. Xo'p, men yozdim. O'zim manzilga qarab yuryapmanmi? Agar yurmayotgan bo'lsam, nima muammo? Benzinim yetmayaptimi?
resursim yetmayaptimi, bilimim yetmayaptimi, tajribammi, jamoammi, nimam yetmayapti. Unda yo'q, maqsadni kamroq qo'yamiz. Mayli, hozir Toshkentdan Samarqand niyat qildik, hech bo'lmasam Sirdaryogacha yetib boradigan bir maqsad qo'yib turaylik. Agar resursimiz yetmasa, sal katta bola bo'lsam, keyin o'tkichga ham boraman. Sal katta bola bo'lsam, o'tkichga ham boraman. Men endi manzil nuqtai nazaridan ko'rsatyapman. Daromad nuqtai nazaridan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun reallik ham muhim. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish, ya'ni keyingi bosqich ham muhim. Uni bilgan odam keyin geometrik progressiya ketaveradi. Oldin $500, 1000, 2000, 2000, 5000, 5000, 10000. Yoki katta ambitsiyali loyihalar bor. $1 million loyiha qilaman desa, uni yo'li uzunroq bo'ladi. Toshkent Sirdaryoning yo'li boshqa, Toshkent Samarqandning yo'li boshqa, Toshkent Qoraqalpoqning yo'li boshqa. Bo'ldi, yoki Toshkent Moskvaga borasizmi? Toshkentdan Saudiyaga borasizmi? U manzil uzoqroq. Unga bu resurs yetmaydi. Unda faqat mashinangizga qo'ygan 40 litr, 50 litr benziningiz yetmaydi. Benziningiz resursingiz ko'proq kerak bo'ladi. Tajriba, bilimingiz ko'proq bo'ladi. Istalgan manzilga yetib borsa bo'ladi, faqat zinama borilsa yaxshi. Yoki ikkinchi yo'li shunaqa loyihalarga ishga kirish kerak. Komandaga kirish kerak, tajribani olish kerak. Ayniqsa, sizlarning yoshingizda 20-25 gacha, mayli katta pul topmasanglar ham katta shkolalik insonlarning davrasiga kirib, oylikka bo'lsa ham sizlarning cho'nchagingizga hali o'ylamagan bo'lsanglar, o'zingizga yetirgan $400-500 oylik beradigan jamoada nimani o'rgansanglar, chunki masalan bizga o'xshagan sal sizlardan tajribasi ko'p bo'lgan odam buni qil, opiti ko'proq bo'ladi. U opitni ham men ishlayapman, ham tajriba olyapman, ham menga yana $500 stipendiya beryapti deb olish kerak. Bir kun kelib men o'zim rahbar bo'lsam, masalan Husan akam qanaqa shunaqa odamlar boshqarganlar yoki siz o'zingiz hurmat qilgan jamoaga ishga kirdingiz, bu insonlar qanaqa fikrlayapti, qanaqa boshqaryapti, bolalarga qanaqa oylik bera olyapti, qanaqa eplayapti. Buni hammasini ichidan ko'rilsa, insonda bundoq tumanli yoyilgandan keyin u opit bir kun kelib haqiqatan ham endi 25-30 orasida karyera qiladigan, 5-10 ta jamoani boshqara oladigan, katta loyihani boshqaradigan, katta loyihada daromad ham qilish ham, pul topish ham imkoniyati ko'proq bo'ladi. Xulosa shunaqa. Demak, albatta A nuqta, B nuqta, yo'l, resurslar, prioritet qo'yish ilmi va smart qoidasiga qarab bosqichma-bosqich keyin bunga erishgan inson keyin yana yangidan maqsad qo'yadi. Endi B'dan C'ga borish, keyin C'dan D'ga borishi o'ylasa bo'ladi. Bu videomizni biz Black Star kafe va restoranda olib borganmiz. Toshkentda, Mirobod avenida. Chiroyli mana Black Star mo'ykasi bor. Mana hozir mashinamni yurayapman, bolalar kamerani mashinaga qo'yasizlar. Orada yigitlar bir yaxshi suhbatingizni olsak deyishdi. Yaxshi mashinangiz bo'lsa, albatta mana shu yerga kelinglar, yuringlar va shu restoranning chiroyli taomlaridan bir bahramand bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar videolarimni yoqayotgan bo'lsa, izohlarda fikringizni, savollarni yozinglar. Keyingi videolarda shunga o'xshagan rubrikalar qilishimizni xohlasanglar, qaysi mavzularda savollar sizni qiziqtiradi, izohlarda yozinglar. Biz albatta shunga o'xshagan qisqa videolarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.